Men uchun e'tibor go'zal va sohibasiz siz. Rahmat. Yoqtirgan rangingiz nima? Rozovый, oq, qizil, qora. Doktorlikka ishga kirdingizmi? Yo'q. Hayotda ham juda go'zalsiz erkaklar. Rahmat. Anjoncha salom go'zal. Nechinchi Qoraqalpog'istondasan? Leo Хурамов, ты что в Каракалпаке делаешь? Azon eshitilyapti. Azon o'qishyapti ko'chada. Sizni kutmoqda. Sizdek chiroyli qizni baxtli ham chiroyli bo'lishingiz kerak. Inshaalloh, albatta, baxtim ham chiroyli bo'ladi. Har bitta narsani o'zini vaqt soati bor deb o'ylayman. Kommentda kim tanlaydi pul bilan iPhone qo'yadi. Siz motivatsiya berasiz, ko'rib настроение ko'taradi. Erga qachon deyasiz? Namarangni yoqtirgansiz. Bunisi men sizni shevaman. Rahmat. Hozir qayerdasizmi? Uyda. Shunaqa ko'p intervyu bering. Men kamni beraman. Fotosessiyalar ham ishonasizlarmi? Fotosessiyalarni 3-4 yilda bir marta qilaman. O'shani ham ko'paytirishim kerak. Juda qiyin masala. Ashula yozishim kerak, ijod qilishim kerak. Necha yoshga kirdingiz? 35. Гоха, привет. Как дела? Üstündeki qaysi firmaniki juda chiroyli. Voy, bu meni это там pijamam, uydagi pijamam, Victoria's Secret. Chiroylisiz, rahmat. Toshkent City'dagi 500 minglik kvartirangizmi? Ha. Your English was phenomenal. Oh my god, thank you. Tirnog'ingiz tarvuzli qilganmisiz-da? Tarvuz qilganman. Tarvuzli qilganman. Ching-ching. Asal ilog'ini hech kim ko'rmagan baxtlarni ko'rib spasibo. Hello, Goha, hello. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Nurik. Ziku, привет. Точно на концерте bo'ladimi? Xudo xolisa bo'ladi, taklif qilishsa. Привет, дорогая, здравствуйте. Sochingiz rangiga yarashibdi endi, rahmat. Tog'amga erga tegasanmi? Humoyat To'xtamarodovni sportiga qanaqa qaraysiz? Juda ham hurmat qilaman. Tezmi pijama kiyib olasiz? Yotdingizmi? Yo'q. Uyda pijamada yurganman. Такой pijama emas, домашний kiyim bo'ladi, qulay kiyim. Juda ham yosh ko'rinasiz, yoshingizga nisbatan rahmat, ko'pchilik shunaqa deyishadi. Mася, привет, assalomu alaykum. Vizinni operatsiya